Bugun davlatimiz rahbarining tarixiy tashabbusi bilan qabul qilingan qonunning kuchga kirishi natijasida fuqarolarning yillarki hal qilinmay kelingan muammolariga yechim topilmoqda. Xususan, birinchilardan Buxoro viloyatining Jondor tumanida yashovchi 5 ta oila vakiliga qurilmalari uchun egalik huquqi berildi. Tanti xalqimiz yaxshi niyatlari ila farzandu nabiralari uchun uy-joy solish maqsadida har xil yerdan unumli foydalanishga urinadi. Zotan inson uchun o'z zurriyodi kamolini ko'rishdan o'zga baxt yo'q. Bu yo'lda bor mablag'ini sarflab imorat quradi. Butun dardu fikri shu ezgu niyat bo'lgani bois yerga ruxsat olish masalasini o'ylamaydi. Shu tariqa ayniqsa qishloq joylarda minglab o'zboshimchalik bilan noqonuniy qurilmalar vujudga kelgan edi. Imorat qursangu unga egalik qila olmasang. Ana shunday og'riqli nuqta yillarki ko'pchilikni qiynab keldi. Xalqimizning ko'p yillik bu dardini chuqur his qilgan mamlakat yetakchisi tomonidan ilgari surilgan ezgu va xalqchil tashabbus bugun millionlab odamning hayotiga chiroq yoqdi. Davlatimiz rahbarining bu tarixiy tashabbusi alohida qonun bilan mustahkamlandi. Mana qarang, 30-40 yildan buyon xalqning yuragidagi bir katta armonlar etdi bu narsalar. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mana shu tarixiy hujjat, mana shu armonlarni ham bugun ro'yobga chiqardi va uni yechimini ochib berdi. 8-noyabrdan ish jarayoni boshlangan paytda birinchi biz Oqtepa mahallasini xatlov jarayonini o'tkazdik. Bugungi kun holatida 420 ta xonadon hozir tashkilotlar kesimida kelishuvda turibdi hozir. Yana 44 ta xonadon bugungi kunda qaror loyihasi ishlab chiqarishda turibdi. Aytish mumkinki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan qabul qilingan qonunda belgilangan mexanizm asosida ko'chmas mulk va undagi yer maydonlariga nisbatan mulk huquqini belgilash orqali fuqarolarimizning ko'p yillik muammolari hal qilinib, tom ma'noda xalqimizning davlat idoralaridan roziligiga erishilmoqda. Xususan, ushbu tarixiy hujjat sabab jondorlik Ozod Hakimovning 20 yillik muammosi o'z yechimini topdi. 20 yildan buyon uy-joyimizni, uchastkamizni, yer tomorqamizni hujjat yo'qligidan qiynalib kelayotgan edik shu paytgacha. Ana 2018-19 yilga aksiya ketayotgan o'sha paytga o'sha nimadan foydalana bilmadik biz. Yangi qarorni oldik. Buning uchun prezidentimizga, boshimizga avvalambor katta rahmat deymiz. Shuncha uyimizdan yugura-yugura qilmasdan, bironcha murojaat qilmasdan o'lchab ketishdi. Bu qarorni olgandan juda ham xursandmiz. Bitta imoratni qurish o'zi oson bo'lmaydi. Xalq yillar davomida insonlarimiz shu uy quray, joy qilay, o'g'limga quray shuni, farzandimni shu uyda uylantiray, kelin ketiray deb juda bir yaxshi niyatlar bilan uy quradi-da. Mana shu uy qurgan odamlar bugun shuni juda bir mamnunlik bilan e'tirof etyapti. Mana uyni qurib qo'ygan, lekin yillar davomida hatto shuni ta'mirlashga ham shuni bir ishonchi bo'lmagan. Shu qonunni kuchga kirishi bilan juda ko'p muammolar hal qilindi-da. Mana birgina Jondor tumanining o'zida qarib 1000 ga yaqin xonadonga har bitta mahalla 52 ta mahallada 150 tadan 100 tadan to'g'ri keladigan bo'lsa, mana shunday bugungi kunda haqiqiy egalik qilish huquqi bo'lmagan fuqarolar bugun ular anaydan o'sha o'zlarini o'sha konstitutsiyaviy o'sha mulkka egalik bo'lish, mol mulki bo'lish huquqini qo'lga kiritdilar. Bir so'z bilan aytganda bu qonun haqiqiy ma'noda xalqning manfaatiga xizmat qiladigan qonun. Juda bir tarixiy qonun deb e'tirof etishimiz kerak. Qayd etish joizki, ushbu qonun bilan fuqarolar va tadbirkorlarning mulklari qonuniylashtiriladi. O'zaro mulkiy nizolar, shu jumladan meros bilan bog'liq masalalarga yechim topiladi. Shuningdek, aholining ijtimoiy hamda bino va inshootlarni kommunal tarmoqlarga ulash bo'yicha yuzaga kelayotgan va boshqa shu kabi qator muammolarning hal etilishiga imkon tug'iladi. Xursandchiligimni hech qanaqa so'z bilan ham ifodalab bera olmayman. Chunki ko'chganimga 10 yil bo'lgan bo'lsa ham mana prezidentimizning tashabbuslari bilan uy-joylarimizni kadastr qilib, mana hozirgina menga kadastr hujjatlarini o'z qo'llari bilan topib berishdi. Men o'ylaymanki, bu yurtimizda amalga oshirilayotgan yangi islohotlar, yangi O'zbekistonning berilayotgan imkoniyatlarning natijasi deb hisoblayman. Farzandim masalan mana 19 yoshga to'lgan bo'lsa ham, men shu ro'yxatga qo'ya olmay aziyat chekkanman. Boshqa kishini nomidagi hujjat uy raqamiga uy pasport olganman. Xuddiki biz birovni uyga ijaraga yashaganda yashab yurgandik shu vaqtgacha. Ana endi haqiqiy o'zimizning vatanimiz, o'zimizning uyimiz, o'zimizning hujjatimiz. Xulosa qilib aytganda, davlatimiz rahbarining bu xalqchil tashabbusi yangi O'zbekistonda inson sha'ni va qadr-qimmati, huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlari oliy qadriyat sifatida ulug'lanayotganini yorqin ifoda etmoqda.